İjtimoiy tarmoqlar ideal oilani targ'ib qilyapti. Ideal erkak, ideal yigitni targ'ib qilyapti. Ayolini mana shunday qilib yuribdi. Har kun gul olib keladi. Umuman qattiq gapirmaydi, talab qilmaydi, boshqa qiladi. Umuman shunaqa u yerda mafkuraviy hujum bor, mafkuraviy bosim borki, o'z-o'zidan kelin aynib qoladi. O'zini erini ijtimoiy tarmoq taqdim etayotgan ideal er bilan solishtirib boshlaydi. Va birdan munosabat buzilib boshlaydi. U ijtimoiy tarmoqda u kontentni qilganlarda ostingizga ta'siri, niyati boshqacha. Hali qurib ulgurmagan oilani buzishga qaratilgan. U qarmoqqa yoshlar tushib qolyapti-da. Bilib qo'ying. 43 yoshimdan keyin ko'nglim ketgan narsani kafe restoranda olib yeydigan bo'ldim. 43 yoshimdan keyin, 43 yoshimgacha emaklab oila qurdik. Bu bo'lsa bu yo'q, bu bo'lsa bu yo'q. Uy ipoteka, kir mashina iste'mol kreditiga olingan va hokazo masala. Lekin ideal hayotni taqdim qilish ijtimoiy tarmoq. Uylangandan keyin 22 yoshar yigitdan 42 yoshar oila boshlig'idan qilingan talabni qilishyapti. Shoshma. Oila birga quriladi. Eri xotin xo'sh ho'kiz deydi bizda nimada? Maqollar birga harakat qilinadi, boriga shukr qilinadi, tuflab tugun qilinadi, jamg'arma qilinadi. Hayotda farovonlikka sekinlik bilan erishiladi. Bu dunyo faqat obi-ovqat, sharoit, istiqbol, qimmatbaho mashinadan iborat emas. Bu hayotda undan ortiq qadriyatlar bor. Ana shularni topib, mana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydali kontentni qo'yishimizdan maqsad ham shuki, bunga tomoshabin bo'lib turaveramizmi? Biz bolalarimizni ayblayveramizmi? Yosh oilani ayblayveramizmi? Kelinni ayblayveramizmi? Bu muammo nimadan chiqyapti? Uni sabablarini o'rganib, bularga tushuntirishlarni olib borish kerak bo'ladi.